Üçüncü bir ekran. Gitti mi? Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Men Batken Qo'zbek, mahalla bankiraman, ismim Sattorov. Beyoz. Bu yerga kelishimdan maqsad fuqarolarga yordam berish. Rahmat. Nima masalada yordam berish sizlarga? Kredit olmoqchimisizlar, biznes qilmoqchimisizlar? Aytingiz. Kredit olsak, shu uy jihozlashga bo'ladimi olsak? Bizda qarzlar bo'ladi. Uy-joy qayta ta'mirlashga kreditlarimiz bor. Bankka borsangiz, bu to'g'risida to'g'ri ma'lumot berib o'tamiz. Sizda nima muammo? Kredit olmoqchi. Choraga olasiz. Choraga olsangiz, u mahalla tomonidan hozir bizlarda imtiyozli kreditlar berilyapti 17,5%. Hokim yordamchisiga murojaat qilsalaringiz, ariza to'ldirib bersa, kreditlarni chiqarib beramiz. Sizda nima muammo? Uy-joy ta'mirlash nimasi? Uy-joy ta'mir, uy-joy kadastri bormi? Kirishasi yopilganmi? Tom qismi ya'ni. Tom qismi yopilgan bo'lsa, ipoteka kreditlarimiz bor. Uy-joy qayta ta'mirlash uchun bankka borsangiz, sizga to'g'ri ma'lumot berib, yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha. Sizda qanaqa savol muammolar? Parrandachimi shug'ullanmoqchimiz? Tovuqmi? Nima bu parranda? Tovuq. Sharoitingiz bormi tovuq bo'lishga? Yo'q. Sharoitni berish kerak. Ha, sharoit berish kerak. Qancha tovuqni qo'yasiz? Mo'ljallayapsiz. Kamdan ashta ko'paytiramiz. Ko'tarasiz. Bo'ldi.